Tarixçilarning rivoyatiga asosan imom Abu Hanifa Hijriyaning 80 yili, ya'ni milodiyaning 699 yili Iroqning katta shaharlaridan biri bo'lgan Kuf shahrida dunyoga kelgan va shu yerda o'sib cho'ng bo'lgan. İmam Abu Hanifa rahimahullohning tegi taxtining qaysi qabilaga, qaysi millatga tava ekanligi haqida bir qancha xil rivoyatlar rivoyat qilingan bo'lib, bularning qatoridan bakroq mashhur bo'lgani imom Abu Hanifaning asli farislikdi deyilgan. Al-Xatibul Bag'dodiyning Bag'dod tarixi degan kitobida bayon qilishicha, Abu Hanifa rahimahullohning dadasi Sabitning bo'lsa Iroqdagi Anbar ahlidan ekanligini bayon qilgan. Keyingi tarixshunoslar Abu Hanifa rahimahullohning nasabini tadqiq qilish orqali Abu Hanifa rahimahullohning asli farislik emas, balki arab ekanligini ilgari surgan. Tarixshunos Naji Ma'ruf degan kishi o'zining imom Abu Hanifa rahimahullohning aslining arab ekanligi degan kitobida Makkaliklar o'zining millatini, o'zining qabilasini eng obdan bo'lguchi degan so'zga tayanib turib, ilgari imom Abu Hanifa rahimahulloh deyilgan, u farisdi, arab emasdi degan so'zlarni bekor qilgan. Va boshqa manbalarmo imom Abu Hanifaning tegi taxtining asli arab ekanligini ta'kidlaydi. Abu Hanifa rahimahullohning dadasi Sabit ibn Marzaban bu kishi Yamandan hijrat qilgan arablarning Azdi qabilasidan bo'lib, Yamandan hijrat qilgandan keyin Iroqda o'ltirishib qolgan. Abu Hanifa deb atilishining sababi haqida deyildiki, Hanif degan botillardan burilib, haq dinga moyil bo'lguchi va taqvodor, ibodatgo'y musulmon degan ma'noda bo'lganligi uchun Abu Hanifa mushu kunya bilan atalgan deyilgan. Va yana deyildiki, Hanifa deganning ma'nosi Iroq shivasida siyah qutisi degan ma'noda. Imom Abu Hanifa yozish bilan, kitob yozish bilan ko'p mashg'ul bo'lganligi uchun davomli mushu siyah qutisini lozim tutganligi sababidan mushu ism bilan atalgan deyilgan. Va yana deyildiki, imom Abu Hanifaning Hanifa deb bir qizi bordi, shuning uchun qizining nomi bilan kunyalangan deyilgan. Abu Hanifa rahimahullohning fiqhi va mazhab asoslari. Imom Abu Hanifa rahimahullohning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. U mundaq degan: "Men Alloh taolaning kitobidan olaman, dalil olaman. Ya'ni Alloh taolaning kitobini jing tutaman, shuningdan dalil olaman. Agar uningdan topolmasam, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatiga murojaat qilib, payg'ambar alayhisalom sunnatidan olaman. Agar Allohning kitobida va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan topolmasam, u chaqda sahobalarning so'zlaridan olaman. Sahobalarning so'zlaridan men o'zim xohlagan kishining so'zini jing tutaman va ulardan xohlagan kishining so'zini olmayman. Birisining so'zini ching tutgan bo'lsam, uning so'zidan boshqalarning so'ziga o'tib ketmayman. Agar Ibrohim, Sha'bi, Ibn Sirin, Hasan, Ato, Sa'id ibn Musayyab va ulardan boshqa yana bir qancha kishilarni sanab o'tgan va men mushularning so'ziga berib to'xtasam, ya'ni dalil izlab, ular mujtahid kishilar, ular qanday ijtihod qilib tirishchanlik ko'rsatgan bo'lsa, men shunday tirishchanlik ko'rsatib ijtihod qilaman. Imom Abu Hanifa rahimahullohning fiqhi manbalari, ya'ni fiqhida tayinlanadigan asosiy Qur'on Karim, sunnat, ijmo, qiyos, istihson va urf odat. Imom Al-Murtadi Az-Zubaydi Hanafi mazhab fiqhining dalillari haqida bir kitob yozgan bo'lib, bu kitobni Uqudul Jawahiril Hanafiyya fi adillati mazhabil Imom Abi Hanifa deb atagan. Abu Hanifa rahimahullohning tijorat haqida. Abu Hanifa rahimahulloh boy ayol dunyoga kelgan. Ya'ni dadasi Abu Hanifa rahimahulloh dunyoga kelganda bir tijoratchi kishi bo'lgan, raxt tijorat qilgan, sudgar kishi bo'lgan. Abu Hanifa rahimahulloh dadasidan bu tijoratni o'rgangan va tijorat bilan shug'ullangan. Undan keyin ilm talab qilishga otlangan. Ilm talab qilishga yuzlangandan keyin u tijoratni tashlamagan. Abu Hanifa rahimahulloh tijoratida mukammal bir savdogarning obrazini aks ettirib bergan. Ya'ni Abu Hanifa rahimahulloh taqvodor bo'lgan va savdoda boshqalarga yo'l qo'ygan, boshqalarga zulm qilmagan, ham adolatli bo'lgan, odil bo'lgan.
savdo axloqiga alohida diqqat qilgan va nihoyatda sexiy bo'lgan, tijaratidan olgan foydalarni ilm talab qiluvchilarga, olimlarga, muhaddislarga, fiqhiylarga va yashnab qolgan ehtiyoji bor kambag'al mushundoq kishilarga beradi. İmam Abu Hanife rahimahullah o'zining ichining go'zal bo'lishini yaxshi ko'rgandek, sirtining go'zal bo'lishini yaxshi ko'rgan. Shunga eng chiroyli kiyimlarni kiygan va davomli atir chechib yurgan. Abu Hanife rahimahullah katta olim, katta tijoratchi bo'lib qolmay, yana dunyo ishlarida, muomalat ishlarida ajoyib farosatlik, aqlli va mahir kishi bo'lgan. Ya'ni Abu Ja'far al-Mansur xalifa Bag'dodda Hijriyaning 145-yili, ya'ni milodiya 762-yili Bag'dod shahrini bino qurishga boshlaganda Abu Hanifa rahimahullahni bu ishga bosh mas'ul qilib tayinlagan. Bag'dod shahri 4 yilda barpo bo'lgan, bitib chiqqan. Shu 4 yil jarayonida bu qurilishning bosh mas'uli bo'lgan. Ya'ni Bag'dod shahri Hijriya 145-yili, milodiyaning 762-yili barpo bo'lgan. Abu Hanifa rahimahullah undan keyin ilmiy majlis so'rinlarini Bag'dod shahriga yo'tkab akelgan. Vafot bo'lib ketishlik Bag'dod shahrida ilmiy tadqiqot, o'qitish ishlari bilan bo'lgan va islomiy fiqhini barliq keltirgan, ya'ni Hanafiy mazhabni barliq keltirib taraqqiy qildirgan. Abu Hanifa rahimahullahning birinchi qatimliq sinoqqa duch kelishi va Makkaga qaytishi. Abu Hanifa rahimahullah hayotining 52 yilini Umaviylar davrida o'tkazgan va 18 yilni Abbosiylar davrida o'tkazgan. Rivoyat qilinishicha, Zayd ibn Ali, Zaynul Abidin, Isham ibn Abdul Malikka Hijriyaning 121-yili qarshi chiqqan vaqtda Abu Hanifa rahimahullah Imom Zaydni qo'llag'uvchilarining biridan bo'lgan. Abu Hanifa shundoq degan: buning chiqishi, ya'ni Zayd ibn Ali rahimahullahning chiqishi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Badr kuni chiqqaniga o'xshash degan. Va yana rivoyat qilinganki, Abu Hanifa rahimahullah Imom Zayd bilan birga chiqishga uzr so'ragan, chiqolmagan va pul mol bilan yordam bergan. Undan keyin Imom Zayd o'ldirilgandan keyin agar kishilarning Zaydni xuddi dadisini yordamsiz tashlab qo'yganini bilgan bo'lsam, men chuqur uning bilan birga chiqib jihad qilgan bo'lardim degan. Abu Hanifa rahimahullohga Imom Zaydning shahid qilinishi va o'g'li Yahyaning Xurosonda shahid qilinishi va navrisi Abdullah ibn Yahyaning Yaman shahid qilinishi nihoyat og'ir kelgan. Ayni vaqtda Yazid ibn Umar ibn Hubayra Kufining valisi bo'lgan. Bu vali Abu Hanifa rahimahullohni tamg'a bosadigan vazifaga qo'ymoqchi bo'lgan. Abu Hanifa rahimahulloh buningga qo'shilmagan. Ya'ni uning hukm pichib va uningga tamg'a besib berishini talab qilgan. Mushu vazifaga qo'ymoqchi bo'lgan. Unmagandan keyin Abu Hanifa rahimahullohni urmoqchi bo'lgan. Abu Hanifa rahimahulloh shu chaq deganki, agar sen mendan vasitning masjidlarining ishkini sanab ber desang, men buningga qo'shilmayman. Men qandaqsiga o'ldirildigan, qani to'kildigan bir odamga uning hukmini yezib berib, falan o'ldirildi deb, anon uning o'zimning tamg'asini qo'yib beraman deb qat'iy unmagan. Shuning bilan u vali Abu Hanifa rahimahullohni zindonga tashlagan va qattiq urgan. Ammo Abu Hanifa rahimahulloh boshqalar nasihat qismi qat'iy ching turib olgan. Ya'ni men bundaq zulm bo'ladigan bu ishni qilmayman degan. Shuning bilan zindondagi gundupaylar Abu Hanifa rahimahullohni bir qancha kun orqa-orqadan qattiq urgan. Ondan bu gundupaydan birisi valining qishig'i berib, bu odam o'lib qolg'il qopti degan vaqtida uningdan yana so'raganda Imom Abu Hanifa rahimahulloh yana gapidan yanmaydiganligini bildirgan vaqtida bo'ldi, uni yo'li qo'yib o'tinglar degan. Shuning bilan ba'zi gundupaylarning Abu Hanifa rahimahullohga qechish yo'llarini oson qilib berish bilan yordami bilan ulg'ug' mingancha Makkaga qechib berib olgan. Bu ish Hijriyaning 130-yili yuz bergan. Abu Hanifa rahimahulloh Makkada Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuning ilmidan o'rgangan kishilardan ilm o'qigan. Ular bilan muzokara qilishgan, hadis ilmi va fiqh ilmini o'rganish va o'rgatish bilan mashg'ul bo'lgan. Xilofatlik Abbosiylar o'tgandan keyin bu Makkada edi, toki Abu Ja'far al-Mansurning zamoniga kelganda, ondan Iroqning Kuf shahriga yenib kelgan.
Abu Hanifa rahimahullohning ikkinchi qatim sinoqqa uchrashi va vafoti. Abu Hanifa rahimahulloh Umaviylarning Ali ibn Abi Talib va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oil tavobatlariga qilgan muomalasi, ular qilgan besimlarini ko'rgan bo'lg'achqa Abbasiylar xilofatini alohida yaxshi ko'rgan va xalifa Abu Ja'far Mansurmu Imom Abu Hanifani o'ziga yaqin qilgan va uningga davomli hadiyalarni avatdi. Lekin Abu Hanifa rahimahulloh uning hadiyasini qabul qilmaydi, rad qilib o'tdi. Xalifa Abu Ja'far Mansur Abu Hanifaning o'rnini ko'targan izzat hurmatini oshirgan. Taki Ali radhiyallohu anhuning navralari Abbasiylar xalifalarga qarshi gap qilgan qadar Abu Hanifa rahimahulloh Abbasiylar haqida bira qarshi gap so'z qilmagan. Ammo Ali radhiyallohu anhuning oil tavobatlarini alohida yaxshi ko'rganligi uchun Hasan radhiyallohu anhuning davrisi Muhammad Abu Ja'farning xilofatiga qarshi qo'zg'olon ko'tarishga boshlaganda darslarida uningga yordam berish pozitsiyasini bildirgan. Shuning bilan Abu Ja'far Imom Abu Hanifaning sadoqatini, itoatini sinab beqish uchun uni qozilik mansibiga qo'ymoqchi bo'lgan. Ammo Abu Hanifa qozi bo'lishni rad qilgan. Chunki Abu Hanifa rahimahulloh Abbasiylar xilofatida zulmni ko'rgan, ya'ni zulm borlig'ini ko'rgan. Abbasiylar xilofatligi Hasan radhiyallohu anhuning navralarini o'ltirgan, ularga aziyat bergan. Shuning uchun qozilikqa unamagan, ammo Abu Hanifa rahimahulloh Abu Ja'far Mansurning ko'zini etish uchun, ya'ni biroz bo'lsa-mu o'ziga qarata uning gap so'zini to'xtatish uchun Bag'dod shahrining qurilish ishiga yetakchilik qilgan. Ammo qozilik qilishga unamagan. Hasan radhiyallohu anhuning bolalarining o'ldirilishi, aziyat ko'chirishi qatorliq ishlardan keyin nihoyat bearam bo'lib, asosan o'zini ilm o'rganishga, ilm taqitishga, mush ishlarga bakroq mashg'ul qilgan. Iroqning Mosul shahridagi kishilar Mosulning valisiga qarshi chiqqan, yana ba'zi zulmlar bo'lganda. Shuning bilan Abu Ja'far al-Mansur bu kishilarga shunday deganki, sizlar yana qarshi chiqadigan bo'lsanglar, men sizlarning qininglarni Alloh sanayman, qilinglarni olaman degan. Bu kishilarning ichida ayni vaqtda Abu Hanifa rahimahulloh mubati. Bu kishilar Abu Ja'farning afu qilishini, o'zlarini kechirib o'tishni degan. Ammo Abu Ja'far Mansur Abu Hanifa rahimahullohdan so'raganda, u deganki, sening bularning qinini to'kishing halol emas. Musulmonning qini degan to'kish halol bo'lgan ishlar bor, shu chaqda anin to'kiladi, bo'lmasa bekadimga to'kilmaydi degan shu mazmundagi gapni qilgan. Undan keyin Abu Ja'far al-Mansur Abu Hanifa rahimahullohni o'zining yurtiga qaytib ketishga va Abu Ja'farga qarshi mundaq gaplarni qilmaslikka, kishilarga boshqacha fatvolarni bermaslikka buyurib qo'ygan. Undan keyin Abu Ja'far al-Mansur Abu Hanifa rahimahullohni qayta qozilik mansibiga o'ltirishga buyruq qilgan bo'lsa-mu, ammo Abu Hanifa rahimahulloh rad qilganligi uchun oxiri uni so'lab qattiq urgan. 110 qamchi urilib bo'lgandan keyin turmadan chiqarib uyga olib qo'ygan va uyni lozim tutishga buyurgan. Ba'zi masalalarni so'rab odam avatganda fatvo bermagan. Shuning bilan xalifaning yana qaytadan ochiq kelib Abu Hanifa rahimahullohni yana qayta turmaga solgan. Abu Hanifa rahimahullohning qaysi holatda o'lib ketganligi haqida bir qancha xil rivoyat, hammasi rivoyat qilindi. Ya'ni Abu Hanifa rahimahulloh turmaga solingandan keyin urush zarbasida vafot bo'lgan degan ko'z qarashim bor. Abu Hanifa rahimahulloh urush bilan bo'ldi qilma yana zaharlangan, shu sababdan o'lib ketgan degan ko'z qarashim bor va yana Abu Hanifa rahimahulloh turmadan qo'yib berilgandan keyin uyda o'lib ketgan degan ko'z qarashim bor. Imom Abu Hanifa rahimahulloh Hijriyaning 150-yili yoki 151-yili deyilgan gap bor, yoki Hijriya 153-yili vafot bo'lgan degan ko'z qarashim bor. Ya'ni Imom Abu Hanifa Imom Shafi'i rahimahulloh tug'ilgan kunida vafot bo'lgan. U Bag'doddagi katta qabristonliklarning biri bo'lgan Hayzaron degan qabristonlikqa dafn qilingan va uning yeniga Abu Hanifa rahimahullohning ismi bilan Abu Hanifa mahallasi deb bir mahalla barpo qilingan. Andin al-A'zam degan mushu so'zga nisbat berilgan, ya'ni al-Imamul A'zam Abu Hanifa deb mushta atalgan. Va Abu Hanifa rahimahulloh haqida shundaq bir sahih rivoyat borki, Abu Hanifa rahimahulloh
әжілнің yaqinlab qolganligini his qilib sajda qilgan va sajda qilayotgan holatda vafot topgan. Jinoza namoziga butun Bag'dod ahli qatnashgan. Abu Hanifa rahimahullohning jinoza namozini 50 ming kishi o'qigan deb rivoyat qilingan. Shundaqla ular jinoza namozi o'qib bo'lib, Abu Hanifa rahimahulloh qabrisiga dafn qilingandan keyinmi Abu Ja'far o'zi berib, o'zi yana ayrim jinoza namozi o'qigan deb rivoyat qilingan. Abu Hanifa vafot bo'lish oldida o'zining bulangan yerga dafn qilinmasligini, shundaqla bu ya'ni amir yoki vali bo'lib olgan degan gumon bor yerga dafn qilinmasligiga vasiyat qilgan. Abu Ja'far al-Mansur imom Abu Hanifa rahimahullohning vafot bo'lib ketgan xabarini anglagan vaqtida Abu Hanifa hayotligida bo'lsin yoki o'lib ketganda bo'lsin, u haqida mening uzrimni kim qabul qiladi degan, ya'ni o'zining Abu Hanifa rahimahullohga zulm qilganligini his qilib, qattiq pushaymon qilgan. Abu Hanifa rahimahullohning kitoblari va kitoblarining oz bo'lish sababi. Abu Hanifa rahimahulloh yashagan davr maxsus kitob yozadigan davr bo'lmagan. U chaqdagi olimlar, o'quvchilar asosan o'rgangan narsalarni, o'rgatgan narsalarni asosan mengisiga saqlab oladi, yodlab oladi. Ya'ni kitobda, qalamda imlo bunday shaklda yozib olmaydi. Abu Hanifa rahimahulloh maxsus vaqt ajratib kitob yozmagan. Ya'ni qo'sqidagi bilimni, kallasidagi bilimni xotirlab qoldirib olmagan. Kechasi tong otqishlik qiyomda turadi. Ya'ni kechilik namoz o'qiydi. Tong otganda bomdod namozini o'qib, toki chashka vaqtigacha kishilarga ilm o'rgatadi. Ondan hojat uchun uyga borib, ondan bozorga boradi, tijorat ishlarini qiladi. Kasallarni yo'qlaydi, jinoza namoziga agishadi, do'stlarini yo'qlaydi va peshin bilan asrning orasida uxlaydi. Ondan asrdan keyin kishilarga dars o'rgatadi va so'rgan savollarga kecha vo'g'chilik javob beradi. Mushundaq o'tgan kunlari, ya'ni maxsus vaqt ajratib kitob yozmagan. Mushunda bo'lishiga qaramay Abu Hanifa rahimahulloh Kufa, Basra va uningdan boshqa Iroq yaqin shaharlardagi o'quvchilarning ustozi edi. Bu o'quvchilar Iroq yaqin joylardan kelib, Abu Hanifa rahimahullohdan ilm o'rganadi. Abu Hanifa rahimahulloh Al-Fiqhul Akbar va Al-Alim va Al-Mutaallim degan kitoblarni va yana ba'zi kitobchilarni yozgan. Va yana Qadariylarga radiya berish degan kitobni yozganligi rivoyat qilingan. Abu Hanifa rahimahullohning ustozlari Abu Hafsul Kabir degan imom Abu Hanifa rahimahullohning 4000 ustozini sanab chiqqan va ulardan boshqalar yana Abu Hanifa rahimahullohning tabiillardan 4000 ustozi bor. Ulardan boshqalardan yana qancha ming ustoz borligini o'ylab baxmamsa degan. Abu Hanifa rahimahullohning ustozlarining qatoridan Anas ibn Malik va Ato ibn Abi Rabah va yana Sha'bi, Tavus, Jabla ibn Suhaym va Adi ibn Sabit, Abdurrahman ibn Hurmuz, Amr ibn Dinar, Abu Sufyan, Talha ibn Nafi' va Nafi' Mawla ibn Umar va Qasim ibn Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud va Muharib ibn Dasar, Al-Qama, Abdul Aziz ibn Rafi', Hammad ibn Abu Sulayman va Samak ibn Harb va Abdul Malik ibn Umayr va Abu Ja'far al-Baqir va Ibn Shihab al-Zuhri, Muhammad ibn al-Munkadir va Ata ibn Sa'ib va Hisham ibn Urva va ulardan boshqa olimlar Abu Hanifa rahimahullohning ustozlaridan hisoblanadi. Abu Hanifa rahimahullohning shogirdlaridan Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrohim va Abul Huzayl Zufar ibn Huzayl al-Anbari va Ibrohim ibn Tahman Xurosonlik olim va Abiyad ibn al-Ag'ar ibn Sabah al-Manqari va Asad ibn Amr al-Bajali va Ismail ibn Yahya al-Sayrafi va Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i va Hafs ibn Abdurrahman al-Qadi va uning o'g'li Hammad ibn Abi Hanifa, ya'ni Abu Hanifning o'g'limi katta olimlardan hisoblandi va Hamza az-Ziyad va Davud at-Ta'i va Abdullah ibn al-Mubarak va Abdullah ibn Zayd al-Muqri va Muhammad ibn Hasan al-Shaybani va Yusuf ibn Khalid as-Sumti va ulardan boshqa nurg'un shogirdlari bo'lgan. Abu Hanifa rahimahullohning o'g'li Hammad. Abu Hanifa rahimahulloh o'g'lini ustozi Hammad ibn Abu Sulaymonning ismi bilan atagan.
Nəvrisi İsmail ibn Hammad ibn Abi Hanife qazi idi. Hicriyenin 212 yılı vafat bolğan. Abu Hanife rahimahullah'a nisbət berildiğan kişilerden, hazırkı zaman alimlardan Hindistonlik alim Şubli en-Nu'mani degan kishi Abu Hanife rahimahullah'ның zurriyatlarining qatorida deb nisbat berildi. Hanafi mazhabning tarqalishi. Hanafi mazhab ahli ra'i mazhabi deb ataladi. Hanafi mazhab mashhur 4 fiqhi mazhabning birinchi bo'lib qurilgani Abu Hanife rahimahulloh shakllantirgan Kufada, ya'ni o'zi tug'ilib o'sgan yurt Kufada shakllantirgan va Bag'dodda dars qilgan. Abu Hanife rahimahulloh vafot etib ketgandan keyin shogirdlari Abu Hanife rahimahullohning ilmini taratgan. Hanafi mazhab Misr, Sham, Rum shaharlarida, ya'ni Iroqda, Mavara'un Nahrda, ya'ni O'zbekiston, Tojikiston mush yerlarda va bizningki Sharqi Turkistonda, Hindistonda mushalligichilik taqalgan. Hanafi mazhabning ahli ra'i deb atilib qilishning sababi ayni vaqtda Iroqda hadis az bo'lgan, ya'ni ularga yetib qolgan hadis keyingilarga yetib qolgan hadisdan az bo'lgan. Shuning uchun ular ko'pincha masalalarda qiyosga tayangan. Abu Hanife rahimahullohning shogirdlaridan 40 odam Abu Hanifeningki fikr ko'z qarashlarini, asoslarini, dalillarini bular ratlab kitob qilib yozib chiqqan. Abbasiylar xalifasi Harun Rashid xilofa bo'lgan vaqtida Imom Abu Hanife rahimahullohning eng chong shogirdlaridan Abu Yusuf rahimahulloh qozilik mansibida o'ltirgan. Ya'ni bu ishlar Hijriyaning 170-yildan keyin bo'lgan. Harun Rashid olimlarga yaqin turgan, ularga ahamiyat bergan, ularning o'rnini ko'targan. Hatto Iroq, Xuroson, Sham, Misr toki Afrikaning eng chet rayonlarigacha bo'lgan allohlarning valilik, qozilik mansablarida Abu Yusuf rahimahulloh nomzodlik ko'rsatgan kishilarni qo'ygan. Shuning uchun Hanafi mazhab fiqhi bu joylarda nihoyat keng tarqalgan.